Eko stikeri pochta orqali oldim. Hozir nima ish qilganimni sizga kamerasini ko'rsatib beraman. Ekologik sertifikatga buyurtma berish uchun telefonimizda MyGov.uz ilovasiga kiramiz. Pastda o'ng tarafda mening profilimga kiramiz. Yana pastroqqa tushadigan bo'lsak, mening avtotransportlarimga kiramiz. Shu joyda mashinamizning nomerlari ko'rinadi. Xizmatdan foydalanish knopkasini bossamiz, mashinamiz chiqdi. Foydalanishni bosdik. Ekologik sertifikat toza, ya'ni yashil ekologik stiker bizga berishi mo'ljallandi. Pastga tushib, yashash manzilimizdan juda ham aniq kirg'azishimiz kerak. Xato qilmaslikka harakat qilamiz. Pastroqqa tushganimizda yana telefon raqamlarimizni qo'yamiz, uy manzilimizni qo'yamiz va kartadan o'zimiz yashash manzilimizni ko'rsatib qo'ysak juda ham yaxshi bo'ladi. Nega deganda ekologik stiker pochtaga keladi. MyGov.uz ilovasi orqali stiker buyurtma berishimizdan oldin bank karta raqamimiz shu MyGov.uz tizimiga ulangan bo'lishligini va uni ichida 22 ming, 23 mingga yaqin pul bor bo'lishligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Chunki bu kartamizdan pochta xarajatlari yechib olinadi.